Yunusobod sabzavot arkasidan 2 kilometr kirganingizda mana shu fayzli uyimiz sotilyapti. Umumiy maydoni 3 sotik, 4 ta xona. Kirganingizda darvozaxona tepasi balangina naves qilingan, 2 ta mashina qo'ysanglar bo'ladi. Bu yerda mana manzarali gul daraxtli ekilgan zeleniy zona, bu yerda mana tapchalli, zamonaviy rakuna hamda tashqariga mana bitta hojatxona qilingan. Narxi startoviy 133 ming deyilyapti, yana kelishtirib beriladi. Ana endi asosiy xonalarimiz bilan tanishamiz. Kirganimizda kengina koridor keladi. Uyimizga xonalarga mana shunaqa yorqin abo'yli yopishtirilgan. Bu zalga shohona lyustra ilingan. Bu esa oshxona mebel texnikalari hammasi qoladi. Mana bu yerda umumiy sanuzil joylashgan. Ko'rib turganinglardek eshiklari sifatli eshiklar qilingan. Bu yerda mana bitta bolalar yotoqxonasi joylashgan. Undan orqa hovlichaga chiqsanglar bo'ladi. Uyimizda havo aylanadi, hamma xonalarga quyosh tushadi. Bu yerda yana bitta bolalar yotoqxonasi joylashgan. Uning yonida kattalar yotoqxonasi. Bu yotoqxonamiz ichida o'zini sanuziliga ega. Videoga bitta like bosib qo'yinglar hamda bu videoni Yunusobod sabzavotdan uy qidirgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Rahmat.